Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan tabrik uchun so'z Surxondaryo viloyati hokimi Qosimov Ulug'bek Berdiqobilovichga. Assalomu alaykum, qadrli vohadoshlar, muhtaram mehmonlar. Yasharish va yangilanish bayram shodiyonalarida siz azizlarni, sizlarning timsolingizda butun vohamiz ahlini, hurmatli mehmonlarimizni Navro'z bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Bugun Serquyosh vohamizning barcha go'shalarida, xususan yashillikka burkangan adir va kengliklarda Surxon eli katta shodi xurramlik bilan Navro'z saylarini qadriyatlarning boqiy bo'lsin Navro'z degan bosh g'oya asosida o'tkazmoqda. Qalblarimiz quvonchga to'lib turgan ushbu lahzalarda keksayu yosh jamiki vohadoshlarimizni chin dildan qutlab, barchangizga o'zimning yuksak hurmat va eng ezgu tilaklarimni izhor etaman. Sharqona yangi yilimiz muborak bo'lsin. Navro'z olamning qadami qutlug', barakali va omadli kelsin. Qadrli do'stlar, yurtimiz azal-azaldan ilm-fan, madaniyat va ma'rifat beshigi sifatida qo'shni davlatlar bilan yaqin aloqada bo'lib, o'zaro bordi keldi, savdo sotiq rivojlangan. Bu an'ana mamlakatimiz hamjihatligini, do'sti birodarligini yanada mustahkamlab kelgan. Ayniqsa hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan bu an'analarimiz yangi bosqichga chiqib, yanada yuksalib bormoqda. Shunday fayzli ulug' ayyom kunlarida vohamizga tashrif buyurib, bugungi bayramda ishtirok etayotgan Tojikiston delegatsiyasiga, xususan Zarobiddin Qudrat, Tog'ay Mahkam, Mirzo Davlat Abdulloy, Muhammad Dayubi, Saynimon, Abduqodir Yusuf, Parviz Akram, Jabbor Nosirzodalar hamda boshqa mehmonlarni 21-mart Xalqaro Navro'z bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Xush kelibsizlar deymiz. Milliy qadriyatlarimizga bo'lgan hurmat va e'tiborlari uchun qadimiy va hamisha navqiron Surxon eli nomidan alohida minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli bayram ishtirokchilari, o'tgan 2024-yil viloyatimiz uchun yutuqlarga boy sermahsul yil bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. So'nggi yillardagi yangilanishlar natijasida o'tmishdan ilm-u fan, ma'naviyat, ma'rifat va madaniyat beshigi bo'lib kelgan Surxon vohasi ham yanada obod, go'zal va farovon maskanga aylanmoqda. Davlatimiz rahbarining farmon, qaror va topshiriqlari bilan yillar davomida to'planib kelgan ko'plab masalalarimiz hal etib berildi. Bu jarayonda aholining asosiy muammolari hisoblangan yo'l, ichimlik suvi, elektr ta'minotiga alohida e'tibor qaratildi. Ta'lim va tibbiyot va boshqa ijtimoiy sohalarda ulkan yangilanishlar yuz berdi. Birgina misol, ichimlik suv ta'minotini yaxshilash uchun To'palang loyihasi doirasida 5 ta tumanning 1 milliondan oshiq aholisi toza ichimlik suv bilan uzluksiz barhamand bo'lishiga sharoit yaratildi. 2025-yil yakunigacha suvni Termiz shahrigacha yetkazib berish choralari ko'rilmoqda. Mana bugun fursatdan foydalanib aytishim kerak. Muhtaram prezidentimiz kuni kecha oliy darajali tashrifda Fransiya davlatiga Surxondaryoni 4 ta tumaniga suv ta'minotini boshqarish uchun Suez kompaniyasi bilan 340 million dollarlik bitim imzolandi va bular ish boshlash arafasida. Bundan tashqari mana shu bugun ham yig'ilish, bu tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'ldi. Kecha mana shu suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda Surxondaryo viloyatida mana shu To'palang tizimidagi ichimlik suv loyihasi doirasida Termiz shahrigacha olib kelish uchun prezidentimiz 70 million dollar berdi.
Bu bilan hammani tabriklayman. Xudo xolasa mana shu yil oxirigacha prezidentimiz topshiriq berdilar quruvchilarga. Surxondaryoda kelib, suvda o'zimiz kraynigini ochamiz dedi. Pullar hal bo'ldi, qaror chiqdi. Hammani tabriklaymiz bu bilan. Hurmatli bayram ishtirokchilari, inson qadrini ulug'lash, har bir fuqaroning haq-huquqlari, qonuniy manfaatlarini amalda ta'minlash, barcha shahar va tumanlar, olis va chekka hududlar aholisi uchun munosib sharoit yaratib berish, oddiy qilib aytganda xalqimizni rozi qilish prezidentimiz belgilab bergan bosh maqsadimiz hisoblanadi. Shu ezgu yo'lda viloyatimiz iqtisodiyoti va ijtimoiy sohalarini har tomonlama rivojlantirish, ilm-fan, ta'lim va tarbiya, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at, sog'lom turmush tarzi va sport, ona tabiatni asrash kabi yo'nalishlar belgilab olgan dasturlarimizni jadal davom ettiramiz. Viloyatimiz iqtisodiyotini yangi bosqichga ko'tarish yo'lida mehnat qilayotgan hurmatli aka-ukalarimiz, aziz opa-singillarimizga, butun vatandoshlarimiz ishonamiz va tayanamiz. Ushbu ayyomda sizlarning har biringizga munosib xizmatingiz uchun chin yurakdan tashakkur aytaman. Xalqimizning eng suyukli shodiyonasi, mehr, muruvvat va eng nafis ayyomini nishonlayotgan shu lahzalarda yana bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Keyingi yillarda jamiyatimizda xotin-qizlarning roli va mavqeini oshirish muhim yo'nalishlardan biriga aylangan. 2024-yilda viloyatimizda ayollar daftarini yuritish orqali 64 mingdan ortiq xotin-qizga ijtimoiy yordam ko'rsatildi. 42 mingga yaqin ishsiz xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. 12 mingga yaqin xotin-qizlar tadbirkorlikka jalb etildi. Bugun prezidentimiz kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuvlarda ham ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasida bir qator imtiyozlar berildi. Jumladan 2,5 trillion so'mlik imtiyozli resurs, eng muhimi ayol tadbirkorlarga kredit stavkasi boshqalarga nisbatan 2% arzon beriladigan bo'ldi. Bugun ham juda yuqori kayfiyatda bo'ldi. Mana shu kichik biznes biz muhtaram prezidentimiz bot takrorladi. Har bir tadbirkor yig'ilish davomida 10 martalar desak mubolag'a bo'lmaydi. Ikkita o'zi tadbirkor bo'lib, ikkita odamni bandligini ta'minlagan tadbirkorni yelkamda ko'taraman dedilar va bizdagi Surxondaryodagi tadbirkorlar bilan mana biz bilan muloqotda tanishtirdik. Juda ham xursand bo'lib, shu prezidentimizni bugungi biz tadbirkorlarga yaratayotgan sharoitlardan unumli foydalanayotgan, tashabbus ko'rsatayotgan, labbay deb turgan tadbirkorlarga o'zini bugun tabrigini, rahmatini yetkazdi. Bu bilan ham mana hamma tadbirkorlarni bu yerda qatnashayotgan, eshitib turgan hamma tadbirkorni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Prezidentimizni tabriklarini qabul qilasizlar. Yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanayotgan xotin-qizlarimiz o'zlarining munosib mehnat evaziga davlatimizning yuksak mukofotlariga sazovor bo'lishdi. Birgina o'tgan yillar davomida 80 dan ortiq xotin-qizlar davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Jumladan, joriy yilda prezidentimizning tegishli qarori asosida 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida Termiz tumani obodonlashtirish boshqarmasi gul yetishtiruvchisi Shomurotova Oygul Jabborovna do'stlik ordeniga opamiz ham qatnashyaptilar shu yerda. Denov tumanidagi birinchi oilaviy bolalar uyi rahbari Jo'rayeva Ozoda Hasanovna bormilar? Jarqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'lim boshlig'i Ravshanova Farida Fayzullayevna hamda Sho'rchi tumanidagi yakka tartibdagi tadbirkor temirchi usta Toshpo'lat va Qizlarxon Ishboyevna Shuhrat medali bilan mukofotlandi. Chin qalbimizdan butun vohamizdagi barcha nuroniy oqsoqollar hamma nomidan sizlarga mana shu prezidentimizni orden medallari muborak bo'lsin deymiz. Sog' salomat bo'lingizlar.
Toshpo'lat va Qizlarxon opani prezidentimiz o'zlari Oynajahonda ko'rib qolib, mana qahramonlik, ayol kishi bahona qilish kerak emas. Temirchilik bilan shug'ullanib, hamma o'zining atrofida yana shogirdlar olib ishlatayotganini hech kim bilmaydi. O'zlari belgilab berib, mana bugun shu mana bayramda 8-martda shuhrat medal berdilar. Bu hammasi mehnat. Mehnat qilsa hech kim kam bo'lmaydi. Tabriklaymiz. Bundan tashqari 2 nafar iste'dodli qizimiz Toshkent davlat yuridik universiteti, Jinoiy odil sudlov fakulteti, yurisprudensiya, jinoyat huquqiy faoliyat yo'nalishi bo'yicha 4-bosqich talabasi Abdusaidova Gulruxsor begim Komiljon qizi hamda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetining 2-bosqich o'zbek adabiyoti tayanch doktoranti Zaripova Rushana Robertovna Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori bo'ldi. Qizlarimiz ham shu yerda qatnashyapti. Tabriklaymiz. Bu mukofotlarni prezidentimizning surxondaryolik xotin-qizlar mehnati va izlanishlariga bergan yuksak bahosi deb bilamiz. Rahmat. Shuningdek, dunyodagi eng ruhlantiruvchi top 100 ayoli ro'yxatga kirgan Dinovlik Dilorom Yo'ldosheva nogironligi bor bo'lsa-da, tikuv korxonasi ochib 40 nafar kambag'al xotin-qizni ishlik qilganligi uchun shaxsan prezidentimiz o'zlari e'tirof etib, mardlik ordeni bilan taqdirladi. Mana shunday irodali, matonatli insonlarni hammaga o'rnak qilib ko'rsatsak, ular bilan har qancha faxrlansak arziydi. Mana Dilorom opam shu yerda qatnashyaptilar. Bu kishini mehnati uylariga bordik, qoyil qolasan. O'zini mehnati bilan mana shunday hayotda va qiyinchiliklariga chidab, o'zlari uy qurgan uyida bugun 40 ga yaqin ayollar, nafaqat o'zi 40 ga yaqin ayollardi. Bu opamizning matonatining orqasidan butun mahalla obod bo'lib ketdi. Butun mahalla asfalt bo'ldi. To'g'rimi, Dilorom opa? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Prezidentimiz juda qattiq e'tirof etdilar bu kishini. Butun respublikaga namuna qilib ko'rsatdilar. Sog' salomat bo'ling. Qadrli yurtdoshlar, davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan joriy etilgan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi bo'yicha yurtimizda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ishlari yangi bosqichga olib chiqilganligi butun dunyo e'tirof etmoqda. O'tgan 2024-yilda 11 mingdan ortiq oilani kambag'allikdan chiqarib, vohaning kambag'allik darajasi 7.9% ga tushirdik. Bu yil 425 ming yangi ish o'rinlari yaratish hamda 24 ming oilani kambag'allikdan chiqarib, kambag'allik darajasini 4% ga tushirish bo'yicha ishlarni davom ettirmoqdamiz. Bundan tashqari ijtimoiy himoya tizimini mahalla darajasigacha tashkil etish maqsadida inson ijtimoiy xizmatlar markazida aholi uchun 102 turdagi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish yo'lga qo'yilib, 160 mingga yaqin xizmatlar ko'rsatildi. O'tgan 2024-yilda 16 mingga yaqin yoshlarimizga ko'mak bergan bo'lsak, ushbu ishlarimiz bu yil ham davom ettiramiz. Yoshlarimiz prezidentimiz bildirgan yuksak ishonchni oqlab, yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalangan holda katta g'alabalarga erishayotgani barchamizni cheksiz quvontiradi. Polvonlar yurti bo'lgan Surxon vohasi sportchilari Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida 10 ta yo'llanmani qo'lga kiritib, boks bo'yicha Bahodir Jalolov +92 kg vazn toifasida oltin, dzyudo bo'yicha Muzaffarbek To'raboyev +100 kg vazn toifasida bronza, para-dzyudo Ergash va Feruza jahon chempionati kumush medallariga sazovor bo'ldi. Ayni vaqtda esa Italiyaning Roma jamoasi tarkibida vohadoshimiz Eldor Shomurodov jahon futbol yulduzlari orasida munosib o'ringa ega bo'lmoqdalar. Barcha mana vohadoshlarimiz nomidan ushbu sportchilarda ham kelgusi ishlariga rivojlar tilaymiz, omad tilaymiz. Bundan keyin ham shoda medallarni yurtimizga olib kelishda bular bardavom bo'lsin, sog' bo'lsin. Tabriklaymiz hammalaringiz nomidan. Viloyatimizning qulay investitsion muhiti
xorijiy investorlar va yirik kompaniyalarning qiziqishlarini yanada oshirmoqda. Xususan, viloyat delegatsiyasi Xitoy, Yaponiya, Vengriya va Rossiya davlatlariga tashriflarni amalga oshirib, qiymati 8.3 milliard dollarlik 63 ta loyihalarga investitsiya jalb etish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Bugungi kunda xorijiy kompaniyalar ishtirokida viloyatda 30 dan ortiq yirik investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, Germaniya, Fransiya va Gollandiya investorlari bilan Angor tumanidagi qiymati 1.2 milliard dollarlik, quvvati 1,5 ming megawattga teng bo'lgan issiqlik elektr stansiyasi, Birlashgan Arab Amirliklari hamkorligida Sherobod tumanidagi yirik quyosh stansiyasi, Xitoy tadbirkorlari bilan Sarosiyo, Oltinsoy tumanlarida ko'mir konlarini o'zlashtirish va 220 megawattlik kogeneratsiya, Rossiya tadbirkorlari bilan Qumqo'rg'on tumanidagi yirik to'qimachilik fabrikalari amalga bunga misol bo'ladi. Bunday loyihalarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari, turizmni rivojlantirish uchun Boysun tumanidagi Omonxona, Sarosiyo tumanidagi Sangardak va Jarqo'rg'on tumani Oqtepa massivlarida master reja asosida yirik loyihalar boshlab yuborildi. Yana mana kuni kecha barcha vohadoshlarimiz tabriklashimiz mumkin. Prezidentimiz Sangardakda mana shu umuman turizm qishlog'i maqomi berildi. 10 million dollar Sangardak uchun mana shu dor yo'li umuman turizm maskan qurish uchun mablag' ajratib berdi va mana Avstriyadan Doppelmayr degan kompaniya kelib ishini boshladi. Bu bilan ham mana vohadoshlarimizni tabriklashimiz mumkin. Yoshlar tadbirkorligiga ham katta e'tibor berilmoqda. Xususan, Termiz shahri va barcha tumanlarda yoshlar va turizm ko'chalari tashkil etilmoqda. Denov tumanidagi Qizilsuv daryosi qirg'oqlari mustahkamlanib, tunu kun ishlaydigan savdo, servis va ko'ngilochar nuqtalar tashkil etish orqali 500 ta yangi ish o'rin yaratilganligi shaxsan prezidentimiz e'tirof etib o'tgani ham katta bir faxr, iftixor hisoblanadi. Termiz shahridagi IT park tashkil etilib, 500 nafar yoshlar bandligi ta'minlandi. Shahrimizdagi tinchlik yoshlar sanoat zonasi tajribasi asosida Qumqo'rg'on, Bandixon, Jarqo'rg'on, Angor, Denov tumanlarida yoshlar sanoat zonalari tashkil etilib, 200 dan ziyod yosh tadbirkorlarga sharoit yaratiladi. Bu yil 425 ming yangi ish o'rinlari yaratishni rejalashtirganmiz. 26 gektar maydonda barpo etilgan Termiz xalqaro savdo markazi ham qo'shni davlatlar bilan savdo va iqtisodiy aloqalarda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qadrli tadbir ishtirokchilari, sifatli ta'lim uchun zamonaviy sharoitlar yaratish maqsadida 152 ta maktab, 29 ta bog'chada qurilish ta'mirlashlari amalga oshirildi. Birlamchi tibbiy sanitariya yordam sifatini oshirish hamda kasalliklarni viloyatimizning o'zida davolash uchun tashkil etishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Birgina Termiz shahrida tibbiyot klasteri foydalanishga topshirilib, viloyatda tibbiy xizmat ko'rsatish sifati yangi bosqichga olib chiqildi. Aziz vohadoshlar, mamlakatimizda aholini uy-joy bilan ta'minlash ham ustuvor vazifalardan biriga aylangan. O'tgan yil viloyatimizda jami 8000 ta xonadon foydalanishga topshirildi. Bu borada joriy yilda marrani yanada katta olgan holda ko'p qavatli uylar 9200 ta xonadonni qurib bitkizish maqsad qilib olganmiz. Xususan, Termiz shahrida 3,5 ming ta xonadonli 55 ta, Denovda 1700 ta xonadonli 25 ta, Qumqo'rg'onda 850 xonadonli 15 ta yangi turar joy massivlari barpo etish rejalashtirilgan. Viloyatda tomorqa suvi, yo'l va elektr ta'minoti og'ir bo'lgan 77 ta mahallada infratuzilmani yaxshilash, aholiga sharoit yaratish bo'yicha yirik ishlar olib borilmoqda. Bu borada yuz berayotgan ijobiy o'zgarishlarni yanada davom ettirish mumkin. Muhtaram vohadoshlar, qishloq xo'jaligida ham tub yangilanishlar bo'lmoqda. Xususan, joriy yilgi mavsumda zahmatkash fermer va dehqonlarimiz respublikada birinchilardan bo'lib misli ko'rilmagan barakali xirmon yaratdi. Xususan, viloyatda 850 ming tonnadan oshiq don yetishtirilib, o'rtacha hosildorlik 86 sentnerni tashkil etdi. Meva, sabzavot, poliz va boshqa oziq-ovqat ekinlari ham mo'l hosil yetishtirildi. Mavridi kelganda issiqni issiq, sovuqni sovuq demay, qishin yozin betinim mehnat qilayotgan va iqtisodiyotimizni yuksaltirishga munosib hissa qo'shayotgan, bozorlarimiz to'kinligini ta'minlab, bayram dasturxonimizga fayz ulashayotgan fidoyi dehqon va bog'bonlarimizga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz.
bugun ko'klamning har bir kuni, har bir soatini g'animat bilib, dalaga yo'l olayotgan mirishkor dehqon va fermerlarimizga yana juda kuch berib, omadli serhosil va serdaromadli yil bo'lishini tilab qolamiz. Zero vohamizning har bir qarichi oltinga teng unumdor yerlarda tomorqa va yuqori daromadli manbani ko'rish hisoblanadi. Qadrli vohadoshlar, viloyatda yuz berayotgan bu kabi o'zgarish va yangilanishlarning barchasi hurmatli prezidentimizning vohani har taraflama rivojlantirishga, mehnatkash xalqimizning turmush darajasini yanada oshirishga qaratayotgan alohida e'tiborlarining samarasidir. Bugungi ulug' shodiyonada himmati baland xalqimizni, katta kichik rahbarlarni ana shunday ezgu ishlarda tashabbuskor va faol bo'lishga chaqiraman. Qadimdan saxovatpesha va qo'li ochiqligi, mard va mehr oqibatligi bilan tanilgan Surxon zaminida har bir inson davlatimiz g'amxo'rligini his etib yashashi kerak. Qadrli do'stlar, mustaqillik yillarida Navro'z yurtimizdagi barcha millat va elat vakillarining quvonchli shodiyonasiga aylanib, ularni yagona maqsad yo'lida birlashtiradigan umumxalq bayramiga aylanadigan har qancha faxrlansak arziydi. Surxon vohasida yashayotgan 20 dan ziyod millat va elat vakillarini ushbu bayram tadbirlari yana bir bor birlashtirdi. Zotan xalqimizga bayramlar, to'yi tomoshalar yarashadi. Shu kunlarda barchamiz muqaddas, sharafli va fazilatli Ramazon oyi amallarini ado etib ketyapmiz. Hozirgi imkoniyatlardan foydalanib, viloyatimiz ahli va hurmatli mehmonlarimizni muborak oy bilan ham chin yurakdan tabriklayman. Muqaddas va ilohiy oyda bajarayotgan xayrli, ezgu amallarimiz ijobat topib, barcha ulug' niyatlarimiz qabul bo'lishini tilayman. Muhtaram do'stlar, Navro'z azaldan xud baraka, mehr muruvvat, aql va hamjihatlik ramzi bo'lib kelgan. Shu fursatdan foydalanib, sizlarni yana bir bor ulug' ayyom bilan tabriklab, barchangizga sihat salomatlik, qut baraka, baxt va omad, ishlaringizda yangi zafarlar tilayman. Tinch va osuda farovon hayotimizda bayramlar ko'p bo'lsin. Navro'z olam barchamizga muborak bo'lsin.